Esselamu aleyküm aziz qarindoshlar. Dünyanın gelmiş, geçmiş, bütün milletler içindeki en bahtsız qarindoshlarım. Allah'ın salamı sizlerge olsun. Bugünkü temamiz işçi bekarlarga İslamçılık ve quruq aqidachilik haqida notlar. Bir qarindoshimiz işçi bekarlarga İslam degenin nima degenin deb so'ragan edi. Aslida tariqatlarga bo'linishga qaratgan temada bu hukm bek aniq ta'riflangan bo'lishiga qaramay, yanala tushunmaganlar bordek. Men buni bir yangaq o'xshatib tasvirlab bergan. Yangaq ajratib, ichidagi mag'izini elevitib yoki mag'izning o'rniga boshqa narsalarni to'ldirib, yana bu shaklni birlashtirsangiz, içidikini tushunmagan odamlar buni yanali yangaq deydi buni. Ve bu ishni qilganlarmi kishilarga buni yangaq deb sunudu. İşçi bekarlarga İslam degan shunday bir hukm. Ama bugungi maqsadim tushunmaganlarni nazar tutib hukmni shar'iylash emas. Hukmning real hayotimizda qanday amaliy o'rnaklar borligi, biz zodi nimaga e'tiqod qilyapmiz? E'tiqod qilayotganimiz haqiqatandimi, islomdanimi yoki tushunishdagi xatolik tufayli allaqachon chig'irga burilib ketdikmi? Diniy zatlarimizdan Habibullah Damollam hech kim jur'at qilolmagan va qilolmaydigan sohalarga savolliq nazar solib, e'tiqodimizni yoki e'tiqod qilish shaklimizni so'rg'ilabdi. Alloh rozi bo'lsin. Bu mening ko'nglimda uzoqdan mavjud bo'lgan savollar bo'lsa-mu, tilga ilishga petinolmagan edim. Chunki men damolla bo'lmag'achqa xalqimiz darhol meni dinsizga chiqarib itishi, ayblab, hatto gapimning oxirini anglab beqishga rag'da bo'lmishi aniq edi. Qarindoshimizning bo'sish og'izi menga ilhom bo'ldi, jur'at baxshatdi. Nima uchun e'tiqodimiz haqida bir so'roqlash olib berishning zaruriyati tug'ildi? Ochiq amaliyot buning sababkori deyishimiz mumkin. Bizda ibodat qiladigan munofiqlar var. Bunu hammamiz bilamiz. Deyli ki Haril Xanacım, Cuma Tayir deganlar namoz o'qiydi. Hatta Sharq Turkiston bo'yicha eng cho'ng jamining imomlari. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Bir e'tiqodliq musulmon qandaqsiga Xitoyga ishlaydi? Buningga shunday javoblarni berishimiz mumkin. Uning e'tiqodi yolg'on. Xitoyga ishlayotgan ras. İslamning siyoset bilan ishi yo'q. Siyosiy qarashing, maydoning nim bo'lsa surishti qilinmaydi, faqat ibodat qilsang bo'ldi. Shunga Xitoyga ishlaydi. İslamning o'zida xato bor. Munofiqlikni cheklamaydi. Shunga Xitoyga ishlaydi. Endi bu javoblarning to'g'ri xatosini bir-birlab tekshirib chiqaylik. Oxirgi javobdan boshlaylik. İslamning o'zida xato bormi? Bu deganlik Allah xato qiladi deganlik bo'ladi. Chunki bu din Allohning dini. Uning ustiga islomda munofiqlar haqida eng aniq qarashlar bor. Eng ko'p tilga olingan. Dinsizlar, kafirlar haqidagi oyatdan munofiqlar haqidagi oyatlar. Shunga bu javob xato. İkinci cevap, İslam'ın siyaset bile işi olmaslığı mümkün mü? İslam, insanların kiyim giyiş tertibi, halağı kiriş ve çıkış tertibi geçe. Prensip koygan bir din iken. Siyasi karışan bile karı olmaslığı mümkün mü?
Devlet başkuruşdan aile başkuruşgacha jimi prinsip bolgan bir dinning siyosiy tanlashga aralashmasligi asla mumkin emas. Şuna bu javobni xato. Üçüncü xil javob. Asli murakkablik mana bu javobda. Bizning bugun hapilishadiganimizmi bu javob. Men ilgari bir kitobimda bu haqda qisman to'xtalgan. Munofiqlik bilan iymon bir qalbga sig'maydi mavzuliq bir maqola. Uni ko'rganlar esingda bordi. Iymon bo'lsa, munofiqlik bo'lmaydi bir insonning qalbida. Munofiqlik bo'lsa, iymon bo'lmaydi. Bu yerda biz yana ta'kidlaylik, bu deyilayotgan munofiqlik siyosiy ma'nodagi munofiqlik. Ya'ni xoin, sotqin, dushmanga ishlaydigan degan ma'nodagi munofiqlik. Bu hadisda deyilgan üç sifatdagi munofiqlik emas. Şuğunisi ibadetlerini toluq bija keltirdigan bu munofiqlarning e'tiqodi saxta desek, u holda ko'z bo'yash tipida namoz o'qib qo'yg'uchilar cho'qimki hech kim ko'rmaydigan joylarda yolg'iz qolganlarida cho'qim namoz o'qimaslik kerak. Andan uning saxta e'tiqodlik ekanligini ko'z bo'yash uchunlar odam bayada o'qib qo'ydiganligini aytish mumkin bo'ladi. Şuğunisi tahajjud o'qiydiganlari, qazosiz namoz o'qiydiganlari bor. Va bularning hech biri yolg'iz qolgandimi namozni tark qilmayotgan bo'lsa, buning nima degilik? Bir misol beray. Shunda bir voqea bo'lganki, bir zamonlar Xitoyning o'lkalarida bizning diniy sohadagi odamlarimiz diniy maktablarni ochgan, diniy tabliğlarni chiroq to'y qarang'u degan tamsil bo'yicha Xitoyning yurkida turib elib borgan va hatto mujohidlarni tarbiyalagan. Shu chaqda tijorat bilan Xitoyning shaharlarida tijorat qilib yurgan dadabola munofiq bular uchraydi. Buni vatandagi chaqda hamma xalq munofiq deb taniydigan bir odam. Shuning bilan u yerdagi mujohidlar bu odamni bu Tianjin shahrida o'ltirib yutishga fatvo so'raydi ustozlardan. Fatvo beriladi. O'ltirib yutishga bo'ladi. Mujohidlar bu munofiqni paylaydi. Xos paytini topolmay, oxiri paylab bir kechasi bu munofiq bir Tungan masjidiga kirib ketadi. Aqsdan kirsa yolg'iz o'ltirib namoz o'qiyotgan ekan. Yolg'iz kecha mujohid ikkilanib qoladi. Bir taqvodor odamni o'ltirishning gunohiga qolamanmi? Bu ras munofiq o'g'imidi, emas o'g'imidi deb ikkilanib qoladi. Shuning bilan uni o'ltirishga qo'l sololmay qaytib keladi. Buningdan ikki ma'no chiqaramiz. Birisi mujohidning dilg'onligida uning taqvodor musulmon bo'lishi ehtimoli bir bahonadan iborat. Fatvo berilgan ekan o'ltirish lozim edi. Bahonadan iborat asli jur'atsizlik. Nayt uzun bir muddat biz qon to'kib boqmadik. Qondan qo'rqadigan bir qo'rqinchoqlik bizga hokim bo'ldi. U sababdan qo'l silishga qo'rqdi va ani bahona qildi, qaytib keldi. Ama bu bizning bugungi so'zimizga aloqasiz. Bu qalaversin. İkinci chiqaradigan ma'nomiz munofiqning
aş keçide yalğız namaz okuvatqanlık. Biz onu saxta musulman deymizmi? Nima deymiz aşını? Bu yerde biz hazırgıça oylap yetmegen başka bir sebep, başka bir hata mevcut. Yani bizning islom deb e'tiqod qilayotganimiz ana shu ichi bekorlangan islom. Bu islomni tushunish va tushuntirishlik xato. Tatbiqlashlik xato. Dil bilan tasdiqlash, til bilan iqro qilish, til bilan iqro qilish shakli qolgan. Buning ichida. Dil bilan tasdiqlash va til bilan iqro qilishning ichidan til bilan iqro qilish shakli qolgan. Namaz bir türlü gimnastikaga aylanib qolgan. Ma'nisini yo'qotgan, boshqa ibodatlar urf odatga aylanib ketgan. Dil bilan tasdiq tamoman tushib qolgan. Mana bunda quruq aqidachilik shakli harakatlarni ibodat deb tunish, ibodat, mukofot va jazolash munosabatini tang qimmatda almashtirish shaklida tushunib olish avjilib ketgan. Bulardan quruq aqidachilikning ko'rinishlaridan ba'zi misollar shular. Bir zamanlarda dindarlarımızdan bir grup Şarkı Türkistan bayrağını kelime şahadetini yeziş davası bilen oturdu qalayimqanchilik paydo qilgan edi. Asas ish qolgan bir yerde. Düşman unutilgan. Bayroq talashgan. Yazımız yazmaymiz, yazımız yazmaymiz. Yazmasak bu islom bo'lmay qoladi degan. Men shu chog'da noto'g'ri xohishlarga raddiya maqolamda Eynek namlı kitapta. İslamның şekil ve görünüşler bilen işi yok. Qalbda bo'ladigan tasdiqqa texmi bek ahamiyat berdiganligini deb bularga anıltanmagan. Ko'rinib turgandek bayroqqa kelime shahodatni yezib olishli islomga bo'lgan sadoqatni bildirishi notayin. Xuddi chumbel selib jaloblik qiladiganlar bo'lgandek, ko'rinishning muttaqi shakliga qaramasdan gunoh qilib etib yurishmi tamoman mumkin. Ben milliy shuarimizda 4 cümle oturup koygan edim. Bunu bazıları tarixten beri baratı dermiş. Men oturup koyganlıktan şunda degen bolışı mümkün. Bunu kon artış için. Bugün bunu köpçülük biladigan boldu. Onunda milletin Uygur degen cümle baş dedi. Bu birinci cümle bu. Birinci kur. Bu mening islomni millatdan tuven ko'rganligim uchunmidi? Ammo quruq aqidachilikka odatlanib ketganligimiz uchun ba'zilar darhol buni tuzaltib, dinimiz islom degan jumlani birinchi ret kelishdi. Buning bilan go'yo bir muhim xato tuzitildi, hayotiy ahamiyatli bir ish o'rinda oldi. Men buni o'tirib qo'yishdan burun buni o'ylamadim emas. Quruq aqidachilarning buningdan futoq topadiganligini mo'lcharlamadim emas. Bu 4 addi cümlenin red tertibini ularning istikidimni köprek oyladım ve ular xalagan şekilde tuzib bakkan. Okup görgünümde hamam bir ta'tirlik hissettim. Nimadur hata bilindi. Çünkü bu şuvarning egisi avval o'tirg'i chiqib, aniqlik bermasa bo'lmaydigandek qiladi. Dinim islom. Kimning dini? İgi yok. Cümle bundan olmaydı. Dinim İslam. Bu yerdeki nim menni bildiradi ama bu men kim? Bu savol tug'iladi. Buni deyotgan kim? Avval bir ego o'tirg'i chiqishi taqozo qilinadi. Go'yo mening degan so'z kamdek qiladi. Yoki bu men degan bu almash kimning o'rniga almashdi bu? Kim bu? Men bir Uyg'ur deyishimiz kerak bo'ladi. Oldi bilan. Chunki shunda tasavvur qilishim bo'ladi. Odamsiz bir dunyo tasavvur qiling. Birma odam bo'lmagan bir yer shari. Bu yer shari din bo'lishi mumkinmi? Odamsiz bo'shliqda. Yoki bo'lsimi buni his qildigan odam bo'lmaganlikdan
Balıqının ahmiyeti yok. Şuna aval adam, andın onunla kerekli kaydı prinsipler toplum boğan din. Tertip bunda kılış gerek edi. Ben şunda kılıp toğır tertipini bekittim. Milletim Uygur. Şuvarlarının ilgisi insan gruptusunun namı. Aldı bile. Dinim İslam. Bunu devatkan kim? Dinim İslam degendeki men kim? Uygur. Bir Uygur. Devatadı bunu. Vatinim Şarkı Türkistan. Vatinim. Bu em koşunçisi men. Menin. Degenge. Kıskartılgını. Kim o? Uygur. Düşmanım Xitay tecavüzçüleri ya düşmanım Xitay. Bu. Fakat qarıqlarca bir rət tərtib almashtırış bilan islomchi bo'lgani bo'lsa, ne a'lo. Naqadar oson bo'lgan bo'ladi. Ammo taza diqqat bilan qarasangiz shuni bayqaysizki, bizninkilar ana shunday shakli hollar, ko'rinishlar bilan band bo'lib, amaliyatimizga qarab qaytmaydi. Yana bir misolni o'tgandiki bir so'zimda deb o'tgandim. Qur'onni shkafning üst ko'ziga tizib qo'yiblar. Buni Qur'onni üstün qiyganligim deb shuning mamnuniyatini tamshiydigan. Bravo. Quruq aqidachiliqning misollaridan ko'p uchraydigan biri masjid selish. Men buni yomon demoqchi emasman, ammo qilishga tegishlik minglarcha ishi bor bir millatda. Hadisli masjidga bo'lib berish, hadisli masjid qizg'inligi bir turlik riyokorlik aslida. Boshqa teximiz zarur pul qishlashga tegishli ishlar bo'lsa-mu, ularni oshkor qilib olmaydi. Yoki az odam bilsa-mu, o'tirdi ko'rinib turmaydi. Palani solgan masjid deyildigandek sharaf xumarini chiqara olmaydi. Bizninkidek bir mamlakatda, bizdek baxtsiz bir millatda bu teximi ortiqcha bir ish. İmamlar Xitoylar tarafidan belgilanadigan bir o'rin. Mehrab Xitoyning bayrog'i esildigan bir o'rin. Xitoylar kechmishimizda cho'chqa xotiniga aylandigan, maxo qilgan bir o'rin. Xitoy siyosati tashviq qilinadigan bir o'rin. Oshkora azan aytish mumkin bo'lmagan bir vaziyatga tushilganda jihad qilish jumadan avval keladi. Budir islom. Avval masjid emas, avval qul bo'lgan insonni qutuldirish ish keladi. Çünkü İslam'da insanın ornu o kadar yüksekki, biz bunu ne çıkartım dedik, insanın hayatı mevzu bahis olganda perzden vazgeçip durumuz. Onun üstüge bizning dinimizde ibadetni mescid tıkımısıyla kıyıgılı olmaydıgan katmal dinmi emas. Bunda katmanlık İslam'a yaraşmaydigan bir iş. Ana üstüge İslam'da bir simvolga, butqa yüzülünüp ibadet kılınadigan bo'lmag'achqa bu alayidlik göre ibadetni her yerde qilgan bo'ladi. Çünkü İslam'da Allah mescid emas. Her yerde. Bütün kainatta. Bizge kan tomirimizdan yaqin. Bu Qur'onning tarifi. Allah bizge kan tomirimizdan yaqin. Hamma yerimizde. Uyda, talada, dalada. Eğer bunun ruhsat kılınmagan, hatta öylerimizge kamera o'rnatib qo'ygan taqdirda ish qilayotgan holatda, menib ketib o'tib, yetiq holatda, o'ltirgan holatda her qanday ahvolda namozni o'qish mumkin. Ya'ni bu dinni masjid orqali kontrol qilishning mumkinchiligi yo'q aslida. Shunday bir misol bor. Buni ilgari deganmidim bilmayman. Sovet ittifoqining dastlabki yillarida Rossiyada
bu Hristiyan dinini, Ruslarning e'tiqod qildig'ini, Pravoslav dinini tamamen tugatgan bir kadr, yuqori darajalik bir kadr borki, bu dinni tugutish bo'yicha mutaxassisga. Rossiyada bu katolik dinni, Pravoslav dinini tugatgandan keyin buni O'rta Osiyoga aylantirdi. Hamda islomni tugatib keldi. U poyezdda yo'lga chiqdi. Qarashda bir odam o'tiribdi ekan. Balki shu O'rta Osiyolik qarindoshlarimizdan birisi bo'lishi kerak. U zerikib, u qarashdagi odamga gaplashib mang'isi kelib bir nima debdi. Bu odam bunday o'tiribdi, tep-tuz qarab, qilib qo'ydi ekan, ammo udul qarab o'tirdi ekanda. O'xshash. Voy adam! Gosmi bu ya? Alo! Jim o'tirdi qoldi. Bir vaqtda baya siz menga gap qildingizmi yo nima degandingiz deb so'ragandan keyin so'rangmi bu? Endi oyog'i gap qilsam bezdek o'tirdi hamda undagandek menga gap qildingmi deydi ya bu deb. Degandan keyin adam debdi, baya men namoz o'qiyotdim. Degandan keyin u hayron qoldi. Namozni ashundami o'qindi? Degandan keyin safarda bo'lgandiki shunda o'qisin bo'ladi. Degandan keyin jimlab qoldi. Zuvan tutilibdi. Keyingi bekatda poyezd to'xtagan hamallar poyezddan tushib, Moskvaga qarab mangan poyezdga chiqib, keyin qaytibdi. Nemish qaytib keldi? Yo'q, bu islomni tugatgan bo'ladigan emas. Uni tugatgan bo'ladigan din emasken u. Deb bu voqeani so'zlab turibdi. U masjidni taqab qo'yganda uyida yoki talada o'qiyotgan yerdan cheklaganga u chekligini bo'ladigan emasken uni. Bu o'tirib ketib berib bu o'qiyotsa uni qanday cheklayman? Uni chekligini olmaydi ekan. Debdi. Bu konu bir hikoya. Bugun bizning kentimizda bir masjidni qo'yib, boshqa hammasini chiqib tashlabdi. Boshqa kentlardami shunday. Avval. Bir zamonlar bir boy do'stim mahallaning sirtidagi soyga bir masjid selish qo'pibdi ekan. Men uning balasi orqali salom aytib to'sgan edim. Masjidi zirarga o'xshash foydasidan ziynijiq bu masjidni samsun. Chunki birinchidan bundaq bir masjidga ehtiyoj yo'q edi. Chunki aslida bor bo'lgan masjidning bir bo'lik jamoati bo'linib bu masjidga kelish kerak edi. Aslida bu 1,5 soat namozxon bo'lgan bu masjidning jamoatining yarmi av yengisiga bormasa, u masjid cho'ldarab qoladi. Masjidning cho'ldarab qilishi masjidsiz qilishdanmi yomon? Shunisi do'stim gapimni anglamadi. Bu riyokorona ishni oxir qildi. O'ylaganimdek jamoat bo'linish bilan qolmay, imomlar orasidagi qo'saq urushi jamoatni aks etib, tafriqiga sabab bo'ldi. Endi nima bo'ldi? Chaqildi. Yog'och tashlari Xitoylar uchun foyda qildi. Yana bir quruq aqidachilik misoli diniy kitoblarga pul berish qizg'inlik. Umuman musulmonlarga hatto insoniyatga foydali bo'lgan kitoblar Alloh rizosini ko'zlab bostirilsa, Alloh buning bevosita bo'lmasligi tufayli hisobdan ezib ketmaydi. Qarindoshlar. Aldı bilan Allohning qudrati haqida keskin bir ishonchimiz bo'lishi kerak. Go'yo shu masjid, diniy kitob bular Allohga
bevosita münasebetlik, başqalary vasitalik münasebetde bolgaçqa onu unutup kaladigan yoki uning hisobi kam bo'lib qoladigan. Bu Allah'ın kudretiga ishonganlikmi bu? Menimcha dinni tushunishdagi eng ajalli xatoning biri tan qimmatda almashtirish shaklidagi tushunish bo'lsa, yana biri mirosxo'rlik shaklidagi musulmonlik. Va buning oqibatida e'tiqodning bir odat, ugunib qilingan, voz kecholmas bir odat darajasiga tushishidir. Mening his qilishimcha namoz o'qiydigan munofiqlikning mavjudlik zamini mana bu ikki turi bo'lsa kerak. Oldi bilan shu tan qimmatda almashtirish shaklidagi tushunishga kelaylik. Bu tushuncha bo'yicha go'yo biz sening deganingni qildik. Endi sen o'zingning bermoqchi bo'lgan jannatni bersan. Demoqchi bo'lgandek bir hol bor. Bizning qilganimiz bilan Allohning va'da qilgani tan qimmatdimi? Biz jannatni qanday tushunamiz? Qur'onda kechgan tajrimin tahtiyal anhar şekildeki sifatlash, ya'ni ostidan o'stanlar qilib turadigan şekildeki sifatlash va aloqador hadislardagi tasvirlardan biz jannatni nati güzel bir bog' shaklida tasavvurimizni keltiramiz. Hayotimizda yoki filmlarda ko'rgan eng güzel bir manzara ko'z oldimizga kelishi mumkin. Granit qiyolardan xuddi shoyga o'xshash uncha chachirtib tushayotgan shoqiratmi, pastda shoqiratdan tushgan suvning uyushidan hosil bo'lgan bir zumrat ko'lchak, atrof gulgiyohlar, yeshilliklar, marmardan qilingan bir piyoda ko'riki naqshlar bilan bezalgan. Bundan boshqa nima choramiz bor? Bizning kuchimiz faqat shuningdir. Cennet başka bir ölçemde yaratıldı. Şuna bizning tasavvurimiz, til, sifat, o'qish uchun ko'rgan tajribamizning yetersizligi tufaylidan faqat mushu dunyoning go'zalliklaridan kallamizda hosil bo'lgan bir imaj bilan cheklanib qolamiz. Chunki til hayot tajribasi, hayot mashg'uloti jarayonida ko'rgan, anglagan ve mushu doira ichidagi tafakkur, idrok, his tuyg'ularni ifodalashga yaraydigan so'zlardan tashkillangan bo'lib, ko'rmagan narsaning ismi bo'lmaydi, sifati bo'lmaydi. Deylikki, televizor kashf qilinmagan insonlar uni ko'rmagan chog'da ne uning ismi bor edi, ne uning tarifi. Xuddi shunga o'xshash. Biz ko'rib boqmagan jannatni qanday tasavvur qilamiz? Uning qanchalik qimmatli ekanligini qanday bila olamiz? Hech bilmaymiz, uni imkonimiz yo'q. Biz mushu dunyoning shartlari bo'yicha o'ylaymiz. Mushu dunyoning o'lchamlari bo'yicha o'ylaymiz. Nima u boshqa o'lcham? Bu inglizchadagi dimension, turkchadagi boyut. Şunu bilimizki, dünya üçün kuchga ega bo'lgan barliq o'lchamlar yer sharining sirtida ma'nisini yo'qotadi. Hatto eng yaqinimizdagi Merkuriy va Venera'dimi vaqt yer sharining vaqtiga o'xshamaydi. Yilimi 365 kundan iborat bo'lgan yer shari kuniga o'xshamaydi. Undaq ekan, jannatning qanday o'lchamda yaratilganligini biz yer sharida aqadigan o'lchamlar bilan tasavvur qila olishimiz mumkinmi? Kur'an-ı Kerim'deki Musa'nın kıssasida, Musa Tursina'da Allah bilen sözleşkende Allah'ın uçuk görüşünü talep kılıdı. Allah Musa'ga meni bu dünyada görelmeysen deydi. Bu aslında görüşke ruhsat yok ma'nosida emas. Musa'nın ko'zining fonksiyalik iqtidori tufaylidan, ya'ni yer shari o'lchamlari bo'yicha yaratilgan bir ko'z bilan boshqa bir o'lchamda yaratilgan yana bir olamga xos bo'lgan ko'zlar tarafidan ko'riladigan shaylarning hech birini ko'rgili bo'lmaydiganligidandir. Bu holni qisman bo'lsa tasavvur qilishimiz uchun Allah yer sharidimi ba'zi maxluqlarga
o'xshamagan o'lchamlarda sezgata qilganligini bilamiz. İnsan balası ultra nurlarını görənməydi, ultra avazlarını anlayamaydı. Ama bazı hayvanların bunda iqtidarı var. Çaşqallar ultra avazlarını anlayamaydı. Bununla dayanıp müşk beqilmagan ve çaşqan doğrusu işletişini xalamaydiganlar üçün ultra avaz çıqırdıgan elektronluq çaşqan çekligich işlep çıqılgan. Bu üskün çıkargan avazını biz anlayamayız. Ama çaşqanның kulakları pan bulup minisi zıngıldap ketadigan bolğaçqa bu avazdan uzak turuşqa mecbur boludu. Bundan başqa şapirangmı küzü yok oluşup qaramay. Ağızdan tarqatqan mikrodolqunның qarşı tarapdaki tosalgılarga urulup qaytışını anlap, bunun bilan xuddi ko'rib turgandek harakat qiladi. O'zi qanotlari bilan aram patadigan mashinchilik yuchuqlardan putlashmay uchib o'tib ketadi. Ko'z yo'q. Mikrodolqunlardan. Ama bizde bunday iqtidor yo'q. Bundan başqa ba'zi maxluqlarning ko'zlarimi ajoyib g'aroyib bo'ladi. Masalan, chivinning beshida xuddi kamchat tomoqning girveklariga o'xshash paqirab ko'ringan narsa uning murakkab ko'zi. Bu ko'z 18.000 ko'z, 18.000 ko'z chivinning ko'zi. Yığnağıç ve bazı kepeneklerde 28.000'e kadar köz var. Şunlaşqa bular biz hiç görmeydigan narsalarni göre alaydı. Demek mushundaq ölçemler var. Bu tehi yer şahridagi bu bizga bir aql, bir ilham manbasi bo'lish uchun yaratilganlar. Yer şarının sırtıda, yuqori alam boshliqida boshqa turli o'lchamlarning borligini bugun yuqori alam boshliq fizikasi olimlari, kosmologlar bizga uqtiryapti. Burunlarda Allah'ның iktidası mı, intihası mı yok. Yani mukaddimisi mi, hatimisi mi yok. Allah için vakit mevcut emez. Hem devirlerini bir vakit görüp duralaydı. Yani Adem Aleyhisselam'dan ta ki en ahirki insangacha hemmisini bir vakit görüp durdu değilse, insanlar bunu tasavvur kılamaydı. Tasavvur kılamaydı normalde. Türlük hata inkasları boludu bunun qarta. Biz özümüzden aqlı bilan o'ylaymiz. Biz tasavvur qilolmagandikan, bizning aqlimiz ko'taranmagandikan, go'yo buni Alloh mı qilolmaydi degandi. Dahshat bir tushunishda. Ammo bugungi ilm Einsteinning deyishi bo'yicha vaqtning bir tuzsiziq emas, bir nuqtadan iborat ekanligini biladigan bo'ldi. Bugungi ilm. Demek aslida vaqt oqmaydi, u turaqliq bir nuqtadan iborat. Bugungi ilm hatto qora o'nkur nazariyasida o'tirib qo'yilgan qurut teshkining wormhole'ning u tarafi haqida tasavvurlarni o'tirib qo'yishga boshladi. Cho'qim uning u tarafida o'xshamagan bir olam bor deyishyapti. Qısqası yer şarı xas bo'lgan aql, mantiqa, o'lchamlarni boqi olam haqida, hatto boshqa bir sayyora haqida mizon qilishni xato qilib boradi. Men bularni jannat tasviri haqida deyilgan va deydiganlarimga masxirlik qaraydigan dinsiz bilarmanlarimizni ko'z tutib deb o'tishni zarur topdim. Shuni qistirib o'tsam ortiq kelmas. Einstein bir yaratquchining borligi haqida shunday degan. Allah'ın mevcutluğunu itiraf kılmaydıganlar sahtı bilimdarlardır. Çünkü onların bilimi Allah'ın mevcutluğundan ibaret bu yükseklikni, bu çeksizlikni, bu çoğunkurlukni görüşki yetmeydi. Bu haqda
Hozirgi zaman olam fizikasining eng buyuk olimi deb qaraladigan Stephen Hawkingning bir so'zi bor. Stephen Hawking hayoti bo'yicha yaratquchini e'tirof qilmagan, futqul harakatdan qolgan, zuvani tutilgan, kompyuterga bog'langan holda gapini uqtiradigan holga kelgan. Mana shu holatda oxirgi umridagi bir qatimliq olamning qurilmasi haqidagi tasvirida olamning qurilmasidagi ustulik, go'zallik, tartib, san'at qatorliqlarga hayronligini ifodalagandan keyin bulardan bir yaratquchining borligini inkor qilish ma'nosi chiqmaydi degan. Hayoti bo'yicha qilgan dahriyligidan birdilla aniq talaffuz bilan Allohni e'tirof qilishga g'urur yo'l qo'ymagan. Faqat ima ishoratlik shaklda e'tirof qilgan. Biz islom tarixidan bilamiz-ku bunday ahvolni. Abu Talib Rasulullohning tog'asi. Hayoti bo'yi but yasab busatqa adam. Shuncha jiyan o'g'lining yalvurishib qaramay, hayoti bo'yi to'g'ri deb mangan yo'lidan qaytishga gejgisi unamay mushrik altida ketgan. Shuningga o'xshash bir ish bu. Asli mavzuga qaytaman, biz tasavvur qilishdan ojiz bu jannat zodi qandoq. Hadisda shunday deyiladi. Biringlarning jannatda bir qamchi dastischilik joyiga ega bo'lishi dunyo va dunyodagi hamma narsaga ega bo'lganidan ortiqdir. U holda bunday bir joy bizning o'qigan namozlarimiz uchun almashtiriladigan tan qimmatli shay bo'lishi mumkinmi? Oldi bilan Allah üstümüzge farz qilgan ibodatlar bizning Allohga qarzimiz hisoblanadi. Allah Qur'onda deydi bu insonlarni va jinlarni bizga ibodat qilsin deb yaratdi. Bu bizning qarzimiz. Xuddi $10 qarzingiz bo'lsa va siz uni qaytargan bo'lsangiz, buning hech qanday qaltis tarafi yo'q. Minnat qilgudek, tamanna qilgudek yer bo'lmagan o'xshaydi. Bu berishga tegishli qarz. Mukofotga loyiq ko'rildigini solih amallardir. Agar ibodat solih amallar bilan desteklanmasa, siz faqat qarz qaytargan bo'lasiz. Ikkinchidan, jannat yuqorida deyilgandek ta'rifligisiz qimmatli bir mavjudiyat ekan. U holda Alloh birimizga jannat ato qilsa, bu iltifotdir. Bu qiyğaşımızın qarşılığı emas, iltifot. Yani bu tamamen Allah'ın meylideki iş. Mecburiyetideki emas. Yani ahir hayatıda deylik ki, ahir hayatıda iman keltirip, fakat bir vaqt namoz o'qishga fursat bo'lgan va o'lgan biriga Allah jannat ato qilgan bo'lsa, nima deymiz buni? Bir iltifot deymiz buni cho'qimli. Ammo Umardek bir sahobiga, eng taqvo, eng adil, hatto xalifa bo'lgan chog'larida bu xalifalikning eng uch nuqtasida bir jangalda bir eshak ochqasa, shuningdan men mas'ul, shuningdan men so'roq tortilaman deb Allah'dan qo'rqib turadigan Umardek bir taqvo sahobiga jannat ato qilingan bo'lsa, biz buni nima deymiz? Cho'qimki ko'pchilik buni Umarning ajinda muttaqiligi savobining ko'pligiga berildi deb o'ylaydi. Unda emas. Bunmi iltifot? Chunki jannatdagi qamchi dastischilik bir joy. Dunyo va dunyodagi hamma narsadan ortiq bo'lsa, qandaqmi tan qimmat almashtirish bo'lishi mumkin? Allah yanada bekorga berib o'tgandek bo'ldi.
Biz şirik arlaş, riya arlaş namazlarımız bilen goya Allah'ın qazda kılıp koygandek minnet, temenna duyguları bolmaylı. Ağırınıp gitimiz bazıda. Qaqşap gitimiz bizim. Anlamız. Endi yürekten tasdiq kılınıp, xuddi Allah'ını körüp turgandek ibadet kılış ornaga, xuddi muhim adetlerden bir derecesiga tushirilgan islom haqida nima deyishimiz mumkin? Ba'zi ajdodlarimizning kelayotgan odatlarimiz bor. Bularni bek muhim bilamiz. Tashlab etgimiz kelmaydi. Shunga boshqalar ko'rsin, ko'rmasin, qilamiz, o'rindaymiz odatlarni. E'tiqod boshqa narsa. Bir muhim adetni içinizden halap kılışınız mümkün. Ama zihniniz joyida bo'lmagan, fikriniz chechilgan, xiyoliniz boshqa yerda bo'lgan holda, hatto yurakdan xohlamagan holda qilsangizmi bo'laverdi. O'rindalsini ma'qul. Amma din ixlosni talab qiladi. Ixlos Allohni ko'rib turgandek, Allohning ro'baro'sida turib hisob berayotgandek. Allah'ın kudretinden korkan, rahmetinden ümidvar olan halde kılınış gerek. Eğer ihlas olmasam, mutlak işinişten bolgan korkuş ve Allah'ın mihribanlığı bolgan işinişten tuğulgan ümid bulmasa, namaz, gimnastikiden farksız bir beden hareketinden ibaret. Mana bu içi bikarlangan İslam, burmulangan, mahiyetlik talepleri unutulgan, almashtırıp etilgan İslam. E'tiqodning aslidagi mohiyatli talablariga amal qilinmagan, uni bir an'anaviy odat darajasiga tushirib qo'yganlik va mukofotlash, jazolash prinsipini tan qimmatdagi almashtirish shaklida tushunib olish tufaylidan namoz o'qiydigan turibmi, Xitoy uchun jon jahli bilan ishlaydigan munofiqlar borliqqa kelgan. Undaq bo'lmasaydi, bu din bundaq bir munofiqlikning harakatini emas, xiyolda kechadigan taraddudlarga yo'l qo'ymaydi. Allah Qur'oni Karimda shunday degan. Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanlar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Ali-Imron. Aslida dinimiz dillarni birlashtirish, o'zaro qarindosh qilish qudratiga ega. Lekin biz shu holdami tafriqadan qutulolmayotgan bo'lsak, demek nimadir kamtuk, nimadir xato qilayotganligimizdandir. Bu haqda xatolarim bo'lsa, Allohning mag'firatiga sig'inaman. Shundaqla ulamolarimizning to'liqlashlarini mukammal tarzda tamomlashlarini orzu qilaman. Allah hammamizga to'g'ri e'tiqod, chin e'tiqod, ixlosmandlik ato qilsin. Hammanglarni Alloh topshirdi.